do'stimiz Eldorbek Hakimov ijro etib bersalarda, voyab Andijon deb bejizga aytmagan ekan. Men Andijon haqida qo'shiq aytgansizda. Endi har qanday odam bu andijonlik bo'lsa kerak deb o'ylaydi, ustoz, to'g'rimi? Demak, Eldorbekni sahnaga taklif qilamiz va sho'x qo'shiqni ijro etib berishlarini so'raymiz. Marhamat, o'ynab beramiz. Gap yo'q. Marhamat. Taklif qilamiz. Andijondan hech gapirmang, Andijondan bir sanam esga tushar o'sha tomondan. Netayin judoman qoshlari kamondan, ortiqmidi suygani mendek yomondan. Andijondan hech gapirmang, Andijondan bir sanam esga tushar o'sha tomondan. Netayin judoman qoshlari kamondan, ortiqmidi suygani mendek yomondan. Nasib etsa hali uchrashib qolarmiz, yurakka o'shal onlarni solarmiz. Ammo bir-birimizdan majbur tonarmiz. Ammo bir-birimizdan majbur tonarmiz. O'z-o'zimizcha qanday kuyib yonarmiz. Andijondan hech gapirmang, Andijondan bir go'zal esga tushar o'sha tomondan. Netayin judoman qoshlari kamondan, ortiqmidi suygani mendek yomondan. Tolalardi sochlaring daryoda yupayt, uchma yolg'on so'zga dedim bu yo'ldan qayt. Tolalardi sochlaring daryoda yupayt, uchma yolg'on so'zga dedim bu yo'ldan qayt. Endi bo'lsa tushlaringni suvlarga ayt. Endi bo'lsa tushlaringni suvlarga ayt. Shuhrat yozdi senga atab shundayim bayt. Andijondan hech gapirmang, Andijondan bir sanam esga tushar o'sha tomondan. Netayin judoman qoshlari kamondan, ortiqmidi suygani mendek yomondan. Andijondan hech gapirmang, Andijondan bir go'zal esga tushar o'sha tomondan. Netayin judoman qoshlari kamondan, ortiqmidi suygani mendek yomondan. Yashang, kelishdik.